ko'rib keting Hadiyatullo, bang aytib gift house ga kirganman. Bu do'konga kirib o'zim nima qilishni bilmayapman, nima olishni bilmayapman. Ayollarga gul olaman desam, bo'y gul bor ekan. Erkaklarga narsa olaman desam, o'zim xohlagan narsadan oshcha narsalar bor ekan. Bitta do'konni namzor qiling o'zingizga. Bu tomonimiz erkaklar uchun xudo xolasa suvenirlar deysizlarmi? Qanaqa suvenir? 3000 xildan ortiq suvenirlar bor. Xo'p. Mana o'sha Bu nima bu? topdilar qo'llariga. Narsa suvg'a bo'lib ekan, ha? Ha, buni bersiz. Katta ishlaysiz, hal bo'lmagan ishlaysiz ham hal bo'lib ketadi. Voydod. Bu tomonda ayollar uchun qaranglar mana. Bu tomonda polniy vaza deysizlarmi, suvenir deysizlarmi, hamma yo'qdan bor. O, badana paydo bo'lib qoladi. Nasib olishga onaxonga nima deysiga vazalari bilan asas chiroyli. Juda chiroyli ekan. Bu suvenir, bular tabiiy bas. Tabiiy bas, sun'iy hammasi, xudo xolasa, kачествоsi eng a'lo darajada yuvsa ham bo'laveradi bularni. O'zim hayratdaman, o'zim qarang bu gullarni. Tabiiyga o'xshaydi-yu bu gullar, suvenirda bo'lmaydi ko'rgan odam. Bu tomonda vazalar turli xildagisi bor ekan. Qaranglar, bu tomonda soatlar ham bor. Xudo xolasa, o'zimizga kelsalar, ishlarni chiroyli qilib bitkizib beramiz. Tillo endi bag'ini bitta lokatsiyani tushuntirib yuboramiz. Biz lokatsiyamiz Farg'ona shahar sentrida, Aziz ro'parasida va Elvis ro'parasida. Lokatsiyamiz Rasa sentrani joyida gift house bo'ladi. Umuman topish muammo emas. Sentraga siz ko'zingiz ko'radi. Kichkina do'kon emas, katta do'kon.